Yo, bola vashib charchadim. Uyga ham kirarlikchi bir obrachilar ham nimadadirlar deb yozib ekandirlar. Okey. Film oling, maktab seriali. Okey, iltimos. Top 5 mod qiling. Okey, iltimos. Temir odam filmini chiqaring. Yo, boshim og'rib ketdi. Bolalar, men nima qilsam ekan meni bitta zo'r idea keldi. Agar sizlar mana shu video tagiga bitta like bosib qo'ysanglar, agar sizlar maktab filmini xohlasanglar, sizlarga men maktab filmini chiqaraman. Faqat maktab filmini xohlaydiganlar like bossin. Agar top 5 ta xohlaydiganlar va uni qaydan yuklab olish o'rgatishimni xohlaydiganlar obuna bo'lsin. Temir odam filmi chiqishini xohlaydiganlar obuna, like, kommentariyaga xohlagan narsalarni yozib ketinglar va Temir odam filmi chiqishini xohlayman, yo maktab seriali chiqishini xohlayman, yoki buni top 5 ta mod chiqishini xohlayman. Yoki Temir odam filmi chiqishi uchun shuni qilasizlar. Yana men bu videoga agar 100 tadan ko'p prosmotr yig'ib bersanglar, men albatta markazinchi hayotida yashab ko'raman. Shuning uchun like va peskga bosib qo'yinglar. Men esa CS:GO o'ynayman. Davay bola, go. Bosinglar. Wi-Fi yo'qolmas ekan-ku. Voy, yo'qdik. Davay, bosinglar. Unda bo'lsa bosinglar. Vash. Bugungi mavzuda esa men mana shu joyda o'tirmoqchi emasman. Videoni shuncha joydan o'tkazmoqchi emasman. Men mana shu ko'rib turgan joyingizlardan bo'ldi. Sizlarga bir obzorini chiqarib beraman. Okey. Obzorini birinchi o'rinda mana qilib chiqarish boshlaymiz. Bu mod hali o'zim ko'rib chiqqanim yo'q. Bu mod 100% ishlaydi. Mana men telefonim kuchsiz bo'lsa ham ishladi. Gapimga javob beraman. Bu mod ham sizlarda ham 100% ishlab beradi. Mana o'sini ham men sizlarga hozir uy ichida tekshirib bo'ladiganlarni tekshirib beraman. Necha kerak edi bizga. Buni buzib tashlaymiz. Moni ham zo'r narsa ekan. Buni to'g'ri. Mashg'ul yo'qasizlar buni. Короче, shunaqa modlar shular. Bexda ham ozgina narsasi bor. Ruchka, qalam, kitob. Bexda esa trilliondan ham ko'proq bolalar. Mana bunaqa bumagichi, qog'ozlar, hamma narsa, ruchnochalar, hammasi bizada. Mana shu mod ichida. Bu mod kerak bo'lsa, bu video juda ham ko'p kishi tarqatib, like'larni tezroq ko'paytirib tashlaylar. Qayda yuklashni ham o'rgatib o'taman. Bugungi videoda emas. Lekin boshqa videoni aniq o'rgatib o'taman. Mana kompyuterlarni ochib yopiladi, qaranglar. Zo'ra kompyuterlarni ochib yopishi. Buni nusxa ham o'tirsangiz bo'ladi. Bu kompyuterning ham nusxalari ko'p, ikki xil ekan. Doskalar bor, mana bunaqa ko'rib turgan katta kompyuterlar ham bor. Bittasi ko'p kompyuter bor. Men bunisini tanlab oldim, mayli deb. Mana sizga boshqalarni qo'yib ko'rsatib ko'raman. Men mana shuni tanlab oldim, mayli deb, bo'laveradi deb oldim. Unchalik yaxshi emas ekan. Mana unchalik zo'r emas, hammasi unchalik zo'r emas, lekin menga yoqqan mod eng yaxshisi mana shu men uchun. Hozir moni ham bor ekan, mana shu ham yaxshi ekan. Короче, videoga like'larni bosib tashlaylar, iltimos sizlardan akalar. Shu modni obzorini chiqaraman men sizlarga deyapman. Hozir obzorini chiqarib beramiz. Bu modni men qayda yuklab olishni mana shu videoning ikkinchi qismida chiqaraman. Ikkinchi qismi chiqqandan keyin qayda yuklab olishni o'zingiz bilib olasizlar. Endi biz tashqariga chiqib, tashqarida hamma balolarni birlashtirib obzorini chiqaramiz. Shu yoqda qo'lavermasa, chasabga tegib tashlaymiz-ku. Sen ham o'zingga bilasanmi qancha? Asablashmaymiz. Modni birlashtirib obzor qilish boshlaymiz. Men o'zim yoqqan hujjatlarni obzor qilaman. Keyingi video chiqqandan keyin qayta o'rnatishni o'rganib, keyinchalik o'zinglar ham obzorini o'zinglar ham ko'rib, hammasini o'zinglar bilib olasizlar. Hozir men o'zim ko'zimga ko'ringanlarni olib ketyapman. Yana qonunchilik joyga unaqa bo'lib ketmasam. O'zim yoqqan mashina qo'yimga siqqancha rasmni ko'rsataman sizlarga.
bir noyob boshqa modlarda mavjud emas bo'lgan narsalarni ko'rsatib o'taman. Albatta hammasi menda ishladi, sizlarda ishlasa kerak. Yana bilmayman. Bunga hamma xohlagan narsalarni solishingiz mumkin ekan. Kursi 2 talik. Короче, mana obzorimizdan ham ozgina vaqt qoldi. O'zi ham YouTube'da bilasizlar, telefonni blogerlar qiladiganlar vaqti cheklangan. Shuning uchun ham biz vaqtimiz cheklangan holatda harakat qilamiz. Bu yerda ham hali narsalar bor. Ko'p narsalar bu yerda. Ko'p, juda ham ko'p. Bedan nima olmoqchi edim? Hozir esimga kelmay qoldi. Ha, pomidor sho'rva olmoqchi edim. Hazil o'z yo'liga kartoshka, olmalar olib kelamiz. Sabzi olamiz, albatta. Tushar ekan bolalar mana ortiqchasi bilan. Mana lavlagi tushmas ekan, lekin lavlagi tushmas ekan. Sabzi ham tushmas ekan. Nimaga? Voy billahi. Okey, men lavlagi olishni niyatim yo'q edi aslida. Lavlagi tushib qolibdi qandaydir. Kartoshka olmoqchi edim. Izimdan chiqib qolibdi. Qocha. Короче, mod kerak bo'lsa ikkinchi qismini kutaylik, ikkinchi qism ertadan chiqib qoladi. Unday bo'lsa biz bu qismni tugatamiz. Xayr, men sizlar bilan Flyjon